Avtomoto ko'rgazma va daraxtlar. Ertaknamo shahar bo'ylab ikkinchi qism. Bu tabiat go'zalliklariga oshufta bo'lganimdan so'ng, inson aqlining mahsuli bo'lgan texnika mo'jizalari ko'rgazmasiga keldim. Avval nemis bobolar bularni sotyapti deb o'yladim. Lekin bu avtomoto ko'rgazma ekan. Odam gavjum, axir bugun yakshanba-ku. Hamma hordiq chiqarish bilan band. Shu payt tangalarim shiqillayverganidan ularni yo'qotish payiga tushdim. Va ushbu italyanlar kafesidan muzqaymoqning zo'rini olib paqqos tushirdim. Qarang, 2,5 yevroga katta qilib berar ekan. Keyin yana tabiat go'zalliklari tomon yetib keldim. Bu daraxtlarni qarang. Amir Temur xiyobonidagi daraxtlar ko'nglimda jonlandi go'yo. So'ngra bu o'rmonda bunday haykallarga ko'zim tushdi. O'yladim, shahar rivojiga katta hissa qo'shgan insonlar bo'lsa kerak deb. Keyin shu o'rmon ichra yurib, so'nggi imtihonimga tayyorlanishim kerakligi esga tushdi. Va shu rasmlarga boy bo'lgan ko'cham bo'ylab uyga keldim va yakshanbam o'z nihoyasiga yetdi.